Ishdan charchab kelasan, haqqing bor. Dam olish kerak. Nima qilasan? Telefonni olasan, televizorda yoqasan, planshetni yoki noutbukni qo'lingga olasan, ketdik. 2 soat, 3 soat, 5 soat ko'zing yumilib ketguncha halingga modalib o'tirasan. Dam oldingmi? To'g'risini ayt. Dam oldingmi? Charchading. Xotiring zaiflashdi, asabing taranglashdi, ko'zing xiralashdi va hokazo. Shuni o'rniga kitob olginda qo'lingga. O'qib ko'rginda. Eng yaxshi kinoteatr kitob va seni miyang. So'zib olgan ko'payadi, muomalani o'rganasan, o'zingga ishonching ko'payadi, stressing yechiladi, xotira fikrlashing kuchayadi, yoshartiradi, aqlni rivojlantiradi, uyquni yaxshilaydi, fikrni jamlaydi. Jasad ovqat bilan, jismoniy mashg'ulotlar bilan rivojlansa, aql kitob va tafakkur bilan rivojlanadi.